Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalımızda Qaynam örkişi, Çalı tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjamboy, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq idir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'yitillar jamoati, tarixiy roman G'ini Batur, Sobit Damollamning qisqacha tarjimali, Xo'ja Niyoz hojimning ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglishingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, boshqa do'stlarga va to'plarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Amdi anglaydiganlar tarixiy roman G'ani Batur. Avtori Ziyo Samadi. 11-bob. Yana 500 qadam. 500 la. Aylar, yillar chekkan alam hasrat, mudish zindon azoblari, necha o'lim xatarlari hammaga bardoshlik berdi. Taqat qildi, yangdi. Mana amdi 500 qadamcha arzimas musofani besib o'talmasa, oqibat shu bo'lganimi? Ajal uni mashagacha qo'lab keldimikina? Qani u vujudiga putilgan kuch g'ayrat? Qani u ot kalalarni dast ko'tarib, qoram toshlarni irg'atgan qaram kuchlar? Tova, yelraqtila 3 kishini mushu qo'llari bilan to'lg'ab, uzib tashlagan edi-ku. Uning ustixonlari bo'shab, put qo'llarida jon qolmagan bir holatda paka kichik balaning bo'yidakla o'stan qiriqidan ortilib o'talmay, holsiz o'ltirib qoldi va Tangridan madad kutgandek osmonga tikildi. Qudrating ulug' Xudo, nido qildi u chin ixlos bilan. Bu yerga akilib tashlag'icha oladigan omonatingni zindonda olsang bo'lmasmidi? Uning nola zarga javob bergandek, kayni-kaynidan etilgan miltiq ovozlari tun kechining tiniq havosida jaranglab ketdi. Bu albatta qochqinlarning kaynidan etilgan tahlika belgisi. Kishanlarni pochaqlab, qalin tomni teshib, mustahkam ihota tikan simlardan ortilib o'tgan, shahar sepilidan serilib tushgan xatarlik mahbusning qaytishi kimni tashvishga solmasin? Bir soatning ichida Liu Bingdi, Li Yingchilarga yetgan bu xabar hammani oyoq o'ri turg'izgan. Hamma Yudanza bekatlargacha mahbusning belga alomatlarini ko'rsatib, telegrammalar berilgan edi. Miltiq, chiriklar, dedi titrak ovozda Qusan va kal g'aynam, manga yulan. Yo'q, sen oldimda chatqalliq qarab mingiver, yaqing'u, o'mlab bo'lsimo yetarman. Tirajab o'rnidan turdi G'ani. U yangi dam turgan baladek birdam dang'asilib turdi-da, putlarini aran yo'tkab, Qusanning kaynidan mangdi. Bu qitimmi uning g'ayrati g'olib keldi. Lekin 500 qadamcha oraliq bir kunlik yo'ldanmi ig'ir mushaqqat tuyuldi uningga. Qarning qandoq? So'rdi qilin ozgan tikanlik ichiga bekingandan keyin Qusan. Suv bo'lsa-de, suv tepib kelaymi? Yaqinla yerda otning dupiri, chiriklarning ovozi anglandi. Ular qochqinlarning yenig'ila kelib to'xtashdi. Shundala o'tar yo'lga yaqin mukinganligini sezdi G'ani. Arvoq, pichirladi beg'ir taqdak yerga chaplashib Qusan. Ko'rib qolsa alam qiladi-da, bu majujilar. Ichida tit bo'ldi G'ani. Ang bo'lmaganda tosh bilan bo'lsimi urib qolayit deganni qilib, o'p cho'risini sipashtirdi. 2-3 qadamcha oraliqda otdan tushgan chirikning injiqlab turib chinqalg'ini anglandi. Ko'y, bo'l, chopsan, vaqirdi boshlig'i. A'timolim chirikni oldirtib. Yenik tiniq ilishdi. Bir necha daqiqa demini ichiga singirib yetishgan 2 qochqin. Qarang'u tunningmi mushundoq foydasi tegadigan paytlari bo'ladi-da. Ular chiriklar yiroqlashib, otlarning do'piri besilgandan keyin o'rin yo'tkashdi. Qo'yuq chatqalliqqa bekinishdi. Olam yurishqa boshladi. Osmon qizil cho'lpon daka bulutlar pardasiga o'raldi. Kechicha charaqlab yongan yulduzlar birining kaynidan biri o'chishga boshladi. Subhi sodiq ko'tarildi. Quyoshning oltin cho'chala ziyosi osmon gumbazini, qirliq tog' cho'qqalarini parangdek tavlab, ondan edir cho'qqalar
va bepoyon dalani nurga cho'mdirdi, hayot beg'ishladi. Har kuni quyoshning chiqishini ko'rgan odam kasal bo'lmaydi. Qachondir anglagan bu dona ta'bir xiyolidan kechdi G'anining. Tasvirga til yetkisiz tong manzarasi, quyoshning hayot baxsh nuri uning diliga orom, madarsiz tiniga ruhiy quvvat beg'ishlab, ko'ngli yorib ketdi. U yostiq qilgan yopiq toshdan beshini ko'tardi va quyoshni quchoqlamoqchidek qo'llarini keng yeyib kerildi. Uning zay zindonda yetib, bo'shashgan ustixonlari qarsildab o'rniga tushgandek bo'ldi. O'zini intayin tetik sezdi. Ruhi ko'tarilib, xushalliq tuyg'ularga cho'milgandek bo'ldi. Qiro, qiro, qiro. G'ani osmonga ko'z tikdi. Uning dal beshida qaynam yasagan turnalarning yelpang qanotlari quyosh nurida rang-murang chaqnab, ko'zlarini qamashtirib, havasni qo'zg'atdi. G'ani turnalar bilan qaynamga tushmoqchidek osmonga talpindi. Ularga nimalarnidir havola qilgandek pichirladi. Go'zal qushlar qaynam o'yinini tugatib, g'oz qanoti shaklida tizilishdi va sardor sap oldiga o'tib, manziliga qarab boshlab mandi. Askarlar misoli tartiblik sap tortgan turnalarning g'oz qanot shakli barbara yiroqlashib, qiro-qirolarimo suslashib, oxiri inchga yipdak g'ilpal ko'rinida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bir necha nafas turnalar bilan bog'langan rishti uzilgandek cho'nqur tiniq oldi G'ani. U go'yo sabiy hayotga dastlab ko'zini ochgandek tong nurini ko'rdi. Shu sabiy ana ko'ksini dastlab emgandek quyosh nurini emdi. Qaytadan tug'ilgandek hayotga ko'z ochdi. Yangi qadam tashladi. Ular shu kuni Urumchining g'arbiy janubiy Yumasan 40 set etigidagi Chig'on oq chatqalliqqa bekinishgan. Janub tarafida Uyg'ur, Tungan dehqonlarining jang'izlari, terilg'u yerlari toki Nansan tag'igacha so'ziladi. Atiyaz fasli bo'lg'achqa qo'y qo'zalarining ma'rashlari, kala mo'zaylarining ma'rashlari, aralab otlarning kishnashlari anglanib turadi. Qaynoq ma'shatni kenigan ikki mahbus qochqun uchun bu tonish, yaqimliq ovozlar hayoti ishtiyoqini qo'zg'ab hayajonga solatdi, o'ziga jalb qilatdi. Qo'y qo'zalarining ma'rishni anglaganda Qusan beparva o'ltira olsinmi? U o'ra turib qarmoqqa tamshilivadi. G'ani uning murisidan besib o'rniga o'ltirg'izdi. Attang, o'g'il sustining erimchigi deb tangliyini qaqdi Qusan va kepa qo'za bo'lsa-za dedi. Qo'zangdinmi avval ot tepish kerak. Mana bu gaping joyida. Ot ustiga chiqdik, qutuldik dava Qusan. Ot bilan ozuqni qayerdan, qandoq elishni va qaysi yo'llar bilan mengishni maslahatlashib, kech kirgicha qimir qilishmay uxlashdi. Aram elishdi. Osmonda bulutlar qo'yoqlashib, yer jahon qorong'ulashdi. Cho'ng yo'ldan o'tgan kechganlarning mengish turishlari, chaqib maylanmagan harvalarning g'ichildashlari va harvi kashlarning qo'pol tillari asta-asta besilib, birdan hayot nafsi to'xtab qolgandek atrofni sukunat pardasi yepib oldi. "Yo pir komillar!" o'rnidan dast turdi G'ani. "U muqambit!" dedi Qusan. Ikkisi Allohdan nijot tilab yo'lga tushdi. Yarim soatcha minib to'xtagan G'ani. "Bu yo'lsiz chatqanlikda mangsoq, qiqilib so'qilib holimizdan o'ng'ayli ketimiz Qusan. O'zang mushundoq mangmiz deganding-ku. Cho'ng yo'lni yoqlab mangamiz. Bizni qo'g'lab chiqqanlar hargiz piyoda mangmaydi. Ot yoki mashinaning kelayotganligini anglab, o'zimizni chatga olamiz. O'zang bil." Ular Nansan texi tarafga ketadigan yo'lni yoqlab mengishdi. Bir kun uxlab aram olg'achqamikin, G'anining putlariga xili jon kirib, xiligacha Qusanni yetkizmay mangdi. Shundaqdimi o'ng'il-do'ng'il yerlarda putlari titrab, almishib ketdi. "Avo, yinib o'chib turganda qilgan yo'riqni ko'rdingmi, Qusan?" deb so'radi kichikroq do'ngga chiqib to'xtagan G'ani. "Ko'ryapman, mashinalarg'u. Shu tarafga o'timiz." "Nima?" hayron bo'ldi Qusan. Chunki ko'rsatgan taraf Urumchi, Davanching yo'li edi. Bu tosh yo'lning bir shexi Sharqiy Turkistonning g'arbiy janubiy
Yana bir shixi sharqqa, turpan, qumullarga so'ziladigan. Har ikkilimiz ililiq bo'lg'achqa bizni turpan, to'qson taraflarga qochidi deb o'ylashmaydi. Ondan rostimni aytsam, putlarimning anchalar jini yo'q. Uzun yo'lga piyoda minib chidolmaydigan o'xshayman. 2-3 kun Ulanbay to'qayliqiga bekinib, yaxshiroq hodi qolmasak bo'lmaydigandek turdi. Men tutilsam mayli, sen bir amallab aman qolsang bo'ldi. Hey, Qusan, tömür qapazni yerib chiqqan xanzilar amdi qo'lga tusharmi ha? Amdi ular g'arbga emas, sharqqa qarab mangdi. Qarang'u kechida mag'dursiz odamga to'qayliq ichida mangmaq osonmi? Ular birda yiltiz putaqlariga, birda kesak ko'taklarga putlashib yiqilatdi. Birda o'ymonga do'milab ketadi. Ular mo'lcharlangan manzilga o'milab bo'lsimi, do'milab bo'lsimi yetishi shart. Agar tong otqicha orchilik g'olga yetolmasa, qo'lga tushishi cho'qim. Gundixonini, gundipaylarning nejis talatini qayta ko'rish Xudo ko'rsatmasin. O'limdinmi ig'ir azobqu. Yo'l uzargan siri mag'dur ketib har qadamni besish putlarga tosh bog'lab qo'ygandek ig'irlashmoqda, mushkullashmoqda. Qusan, dedi paylari tartishib o'ltirib qolgan g'ini. Nim bo'ldi g'aynam? O'ltar. Qusanni yiniga o'ltirg'izib dedi g'ini. Muno so'q shamolning urishi qaraganda shamol eg'izi Sayupuga kelib qopdimiz. Tang etishga oz qoldi. Orchilik g'olga yetib berishimizga ko'zim yetmaydi. Nimdigining g'aynam? Cho'chib ketdi Qusan. Og'rib qolmagansan? Yinimda palti bo'ldigan bo'lsa, rasa kerak chaqda qarg'a yaramagan muno o'lik putlarimni kartida kesib o'tdim. O'yboy, yindi bo'ldingmi? Yo'q gapni qilma, dedi-de, G'enining kishanlar zaxmisi va qiynaqdan keyin ishiqi tixi yanmagan putlarini mursiga elib, tövan serishqa, o'g'ilashqa boshladi Qusan. Tang suzilmoqda. Bu taqirliqda pul tiyiblar ko'rinib qolamiz. Bu o'lik patlarni ayvash keltirman deb avar bo'lmay yo'lingga mang Qusan. Sen bo'lsangmi tirik qutul. Nima? Qusanning massaj qilayotgan qo'llari balki butun vujudi ochiq hasratdan titrab, og'zi so'zga kelmay qoldi. Berimiz bo'lsaqmi aman qolayli. Og'zini yum. Sana kelgan ajal avval menga kelsin. Alam iza kuchidan bo'lsa kerak, xuddi kichikkina chumula zo'r chekatgini ko'targandek bir hamla bilan G'enini oyoq o'ri qildi Qusan va qo'ltiqlab bandiyu, lekin G'eni oz ig'irliqmi? Qusan zo'riqqanidan, butun badanidan, hatto ko'z chanoqlaridan ochiq ter chiqib, bu terlar bilan uning kuch-quvvati billa chiqib ketgandek tez holsizlanishga, yuk harvida davan oshgan otdek hasrashqa boshladi. Lekin odamning g'azab o'ti, nomus kuchi g'olib bo'ladi-ku. Zindon do'stining meni tashlab ket degani uning diliga qattiq tekkachga, Qusanda talvalarcha g'ayrat alangirab, chin ixlosning nima ekanligini ko'rsatmak bo'lgan edi-yu, afsuski chamidan o'shoq yuk bilan uzunga borolmay yiqildi. Tang so'zilib atrof yo'rishqa boshladi. Holidan taygan ikki qochqun taqirliqdagi pakar shivaqliqda yetishdi. Atrofga qarab kelgina Qusan, dalda bo'ldigan joy bormikin? O'milabman. Qusan, tez o'milab, kechikmay qaytib kel. Yiqilla yerda kichik jira borligini aytdi. Amdi ikkisi beslashgandek ildam o'milishib, qiyon suv kelganda yar olgan xilila cho'nqur jiraga bekinishdi. Oyoqlaring og'rimdi g'aynam. Singrim tartishqini bo'lmasa, boshqa a'zoyim sapsaq, soat mangandek chikildab turadi. Attang, qora qo'yning terisi bo'larmidi? Teriga o'rinib, issiq shovidan ichsang, qo'qoqlaring tarqilib, kichik boladek yugurib ketading. Tongda etilgan miltiq ovozdan cho'chib, shingtiyishdi qochqunlar. Har ikkilisi ko'ngillarida tutulduq deyishdi-yu, unlik aytishqa tillari bormidi. Balki bir-birini tushundigandir yoki ayashqandir. O'lim xavfini iqror qilish naqadar ig'ir va dahshatliga, ularni ko'rib qolgan chirik boshqalarga belgi berib miltiq otdi. Mana
Hozir ular bostirib keladi. Qochqunlarni qo'rshovga ilib, miltiqlarini tanglab turib, "Chilay, zivoza!" deb vaqirishdi. Ah, naqadar sesiq, naqadar haqoratlik, zaharlik tillash, quloqlarni yig'ir qilayotgan bu haqoratni anglash naqadar mudhisha, o'lim ming afzal, xab, munoputning kasofati. G'ani qarshilik ko'rsatish niyatida o'pcho'risdagi toshlarni yig'ib dugilab qo'ydi. Qusanmu gap qilmay shundoq qildi. Chiriklarning kelishini paylab yetishdi. Xila vaqt o'tdi. Chiriklar kelmadi. Lekin odamning vaqirishi va keyindilla yana miltiqning etilishi anglandi. Ovchilar vaqiravatdi xushalligidan Qusan. U xatolashmadi. Qo'ychilar qora quyruq o'lab yuratdi. Bugungi kun tunugunkidanmu tashvishligirak bo'ldi. Har qanday tevish, hatto shivoqlarning shamolda lingishishi, langman taqtaqning irg'ishi ularga odam kelayotgandek tuyulatdi. Shunga uyqu aromningmu mazisi bo'lmadi. Uning ustiga dam tikanlik chatqanliqni, dam so'g' suvlarni kechib, dam o'milab to'rt oyoqlanib mang'achqa, tapallar, alqanlar, tizlarga kirgan tikan qiyindilarning zahmati zing'ildab, ichishib og'rib azoblaydi. Lekin bu azobga ular anchilab pisand qilishmadi. Chunki cho'ng g'am, g'anining singirlari tartishib, mang'almay qilishi edi. Qandaqlarcha shundoq bo'ldi, ha? Kisir kasofatmi? Taqdir ilohiy mushu azobni silib, uning iymon e'tiqodini yana bir qatim sinab ko'rmoqchimi? Yoki ajal mushu cho'l taqirliqqa qo'g'lab keldimi? Zindondan qochgan kechisi shahar sepilidan keynicha serilib tushganda so'l putining piyi zing'ildab og'irgandek bo'lgan. Balki shu chog'da piyi so'zilib ketgandi. Uzun yillar zey zindonlarda yetib topgan revmatizmi texi, balki o'l qo'qoq chirmib olgandi. Har holda bevaqt, intayin ko'ngilsiz zarda go'sh qildigan hodisa. Mökünekte yetişkan nim adamdor bular memmem. Çıkılga düşkendek, tosattin anlangan bu avazın men degandek oltarıgan petiçe qetip qilishdi qaçqunlar. Ay dalada nim qilib yursizlar? Nima qilatdiq aksi? Mana o'zing ko'rib turibsan, dedi G'ini. Keynida to'paqdek ishit, erg'ay tayoqqa yo'linib turgan changa saqal odamga tikilib va har ehtimolga ko'ra cho'mig'ini qo'lga oldi. Changa saqal G'inining xilila puchulgan, lekin g'ayrat shijoat chaqnab turgan chiroyiga kelishgan bastiga zo'qlangandek qarab dedi. Bu turqunlarga qaraganda zindondan qochdiq. Yo pir, yo hazrat, u kunlarni harom qilg'aysan. Nola qilgandek nimalarnidir o'qishga boshladi Changa saqal. Yaxshilik qilsangmi, yomonlik qilsangmi, biz sening qo'lingdagi odam, dedi G'ini. Tova tova, bu kuparlarning zulmidan qisaqlag'aysan, xudo, dedi-da, keyniga burilib, ildam ketdi Changa saqal. Qop, saqalini asabiy o'chimladi Qusan. Manga qo'yib bersang, konidim bug'atdim. Ko'ranglima, amdi qatsangmi, mo'ksangmi qutulolmaymiz. Changa saqalning insofini tilashdan boshqa chorang yo'q, dedi g'amkin holda G'ini. İkisi qandaqdir ümitsiz beparvolik ichida Changa saqalning chiriklarni boshlab kelishini, ajalni kutgandek kutib o'ltirishdi. Ularning parishon qiyofatlaridan o'kinish hasrat aks etib turadi. Bormisizlar? Bu qatim Changa saqalning ovozidan qarindoshlik tuyg'ular aks etgachga G'ini bilan Qusanning o'tishga boshlagan umid yo'lduzlari qaytadan chaqnab ketdi. Biz bor aksi, xushal javob berdi G'ini. Sizlarga ozuq akeldim, deb yip xo'junni G'inining oldiga qo'ydi Changa saqal va qo'ylarni qo'tonga kirgizib o'tib, qarong'i tushganda kelaman, ukam, dedi-da, javobmi kutmay keyniga qaytdi va necha qadam besib to'xtab, bu atrofga Xitoy lomodlar kelmaydi, qo'rqmanglar. Xo'junning og'zi ichildi. 4 turpancha pom nonning ikkisini qo'lga ilib, ko'zlariga surtib, qayta purab, cho'nqur tiniq oldi G'ini. O'yinini uningga tutiya bo'lib ketganda, Qusan bo'lsa, mayli qovurg'ini yerib og'ziga soldi.
Xo'junning bir beshidan non, go'sht, quritgan turpan üzümü, qo'g'in qiqi, yana bir beshidan bir qapoq sovuq atgan choy, bir qapoq qatiq, 2 yog'och cho'chak chiqdi. Odamlar Xizr yo'liqdi deydi. Xizr munu changa saqaldan o'shiq bo'lmas. Xushalligidan chehri ichilib ketdi G'anining. Demismo aydalada munchlik rizqini kim berdi? G'oyibdaklar bir ish. Ko'ngil xotirjam chog'dala odamning yegan ichkini tanga singib, kuch-quvvatga aylansa kerak. Qon qarindosh yetkazib bergan milliy taomni rohatlanib yeyishgan 2 och zerin qochqonlarga qaytadan jon kirib, quvvat putlagandek bo'ldi. Xotirjamlik va to'q taom uyquga mayil qiladi-ku. Oduq yetgan qochqonlar ugdashga va oxiri qing'ishib uyquga, g'amsiz to'q uyquga ketishdi. Bu qitim ularni g'am sizmi emas, changa saqal silikishtirib aran deganda o'yg'atdi. Tashvissiz uyqa u bir shifoliq, malag' bo'lib uxlashgan 2 do'stning haduqlari chiqib, sagib yeniklashib qilishgan edi. Changa saqal deti bar odam ekan. 2 mahbus qochqunning yetiq tizlari, surilgan putlari uning ko'zlaridan xoli qolmabdi. U 2 jup shira cho'roq, 2 tira shalvur alg'ach kepti. Xizr emassan, aksi, dedi bu narsalarni ko'rib mamnun bo'lgan G'ani. Allah egam xor qilmasin, deslar ukam. O'zing kim, aksi? Menma, sizlar o'xshash azob chekkan bir banda. Qarindoshlik tuyg'usi, hamnafaslik sizimi qanchalik ulug' narsa? Ular bir nafasdila, bir qarashdila til tepishgan edi. Davomi bor.